Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli dehqonlar, mana bu 70% risk baraka chachildi. Bugun 5-kuni. Kurmak rostdan ham qirib yuborgan. Ko'rsalar bo'ladi. Yana bitta narsaga hayron qolaman. 1 litr gerbisid dan 5-10 so'm, 20-30 ming so'm pul qoladi. Hech kim bitta dehqonni 1 gektar joyga riskovat qilishini bitta savdogar xohlamaydi. 20 ming so'm, 30 ming so'm pul deb u dehqon birinchi o'rinda doriga tushadi, ikkinchi o'rinda vaqti ketadi, uchinchi o'rinda 200 ming so'mdan septiradi. 20 ming so'm foydalanaman deb turib, garantiyasi yo'q, effekti bo'lmagan dorini tavsiya qilib yuborish bu juda qiyin masala. Bir xilga odamlarga hayron qolasanda, o'lib turgan, ishlab turgan dorini tavsiya qilsang, falanaqa dori bormi deb keladi. Ertasiga keyin omadi ko'karib ketdi deydi. Ham arzon, ham garantiya. Mana shu kartam 3 gektarlik karta, mana shunga ponni chashdik. Ponni aylanib ko'rib chiqdim. Juda ham a'lo ishlagan. Tavsiya qilamiz. Birinchi qo'limiz o'zimizda bor.